Bu preparatlarni qabul qilayotganda yana bir muhim jihat jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish. Bu dorilarni qabul qilganda organizm yog' va muskullarni bir xilda yoqadi. Ya'ni siz yog' va muskul hisobiga ozasiz. Buning oqibatida esa teringiz osilib qolishi mumkin. Ba'zi odamlarda bunaqa paytlarda agressiv bo'lib qolishi yoki depressiyaga tushib qolish holatlari kuzatiladi. Bunday holatga tushmaslik uchun siz muskullarga ishlov berishingiz kerak va faqat yog'larni yoqish kerak. Shunda tanangiz siz xohlagandek tortilib, chiroyli bo'lib ozadi. Bundan tashqari yuzimizga ham e'tibor berishimiz kerak. Ozempic face degan tushuncha bor. Bunda yuzdagi muskul va yog'larning ketishi oqibatida yuzning osilib qolishi kuzatiladi. Holat kuzatilmasligi uchun siz tanangizdan tashqari yuz muskullariga ham mashqlar qilishingiz kerak yoki massaj olishingiz kerak. Shundagina siz o'ylagan natijaga erishasiz. Saqlab qo'ying va obuna bo'ling. Bundan boshqa savol va holatlarni keyingi videolarimizda tahlil qilamiz.